avgustdan pensiya hisoblash tartibi bo'yicha muhim o'zgarishlar kuchga kirayotgani sababli men bugun sizga eng zarur ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu masala faqat hozir pensiya olayotganlarga emas. Yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlarga, ishlayotgan fuqarolarga, norasmiy ishlaganlarga, chet elda mehnat qilganlarga va ish staji bo'yicha hujjati to'liq bo'lmaganlarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya bir marta noto'g'ri hisoblanib qolsa, odam yillar davomida kam pul olib yurishi mumkin yoki aksincha, keyin ortiqcha to'lov deb qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oldin qanday edi, endi nima o'zgaryapti? Kimlar albatta tekshirish kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qanday hujjatlar kerak? Qayerga murojaat qilish kerak va ariza yozishda nimalarga e'tibor berish kerakligini batafsil aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, huquqini va vaqtini himoya qila oladi. Avvalo pensiya nimaga qarab hisoblanishini aniq tushunib olaylik. Pensiya odatda 3 ta asosiy omilga bog'liq. Birinchisi ish staji, ya'ni qancha yil rasmiy ishlaganingiz. Ikkinchisi ish haqi va undan to'langan badallar yoki soliqlar. Uchinchisi qonunda belgilangan imtiyozlar, ustamalar, minimal kafolatlar va maxsus shartlar. Ko'pchilik faqat yoshga qarab pensiya chiqadi deb o'ylaydi. Aslida yosh faqat eshikni ochadi. Pensiyaning miqdorini esa hujjatlar, staj va daromad tarixi belgilaydi. Oldingi tartibda ko'p hollarda fuqarolar mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan berilgan oylik haqidagi ma'lumotnoma, buyruqlar nusxasi yoki boshqa qog'oz hujjatlar asosida pensiya rasmiylashtirgan. Ayrim odamlarning 1990 yillar, 2000 yillar boshidagi ish joylari yopilib ketgan. Arxivga topshirilmagan yoki ma'lumotlar noto'g'ri saqlangan. Natijada odam haqiqatda 25 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda 12 yil tasdiqlangan, pensiya esa kam chiqqan. Endi asosiy e'tibor ma'lumotlarni elektron bazalar orqali tekshirishga, rasmiy daromadlarni aniqlashtirishga, staj va ish haqi bo'yicha hujjatlarni solishtirishga qaratilmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizning ish faoliyatingiz, oyligingiz, soliq to'lovlaringiz, ijtimoiy badallaringiz yoki mehnat shartnomangiz davlat bazalarida to'g'ri ko'rinsa, pensiyani hisoblash ancha osonlashadi. Ammo ba'zida kamchilik bo'lsa, sizning vazifangiz o'tirib kutish emas, balki o'z ma'lumotlaringizni oldindan tekshirtirish bo'ladi. Men bu yerda bitta muhim ogohlantirishni aytaman. Yangi hisoblash tartibida faqat pensiya tayinlash kuni emas, undan oldingi yillardagi hujjatlar ham muhim bo'ladi. Ya'ni bugun pensiyaga chiqayotgan odamning muammosi kecha paydo bo'lmagan bo'lishi mumkin. U 5 yil oldin norasmiy ishlagan, 10 yil oldin ish beruvchi oyligini to'liq ko'rsatmagan. 5 yil oldin mehnat daftarchasida lavozim sanasi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Endi shu kichik xatolar pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Endi kimlar eng ko'p e'tibor berishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi guruh. Yaqin 2 yoki 3 yil ichida pensiyaga chiqadigan fuqarolar. Agar siz yosh bo'yicha pensiyaga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni oxirgi oyda yig'ish katta xato. Chunki arxiv javobi kechikishi, eski ish joyi topilmasligi, familiya o'zgargan bo'lsa hujjatlar mos kelmasligi, mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lishi mumkin. Men tajribada ko'p ko'rganman. Odam pensiyaga chiqishdan 1 oy oldin keladi. Lekin 1998 yildagi ish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lib qoladi. Arxiv esa bir necha hafta yoki oy davomida javob beradi. Shu vaqt ichida pensiya tayinlash kechikadi yoki kamroq hisoblanadi. Masalan, Dilbar opa 3 yil ishlagan deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasida ham ish joylari yozilgan. Lekin tekshiruvda 1996 yildan 1990 yilgacha ishlagan korxonasi bo'yicha arxiv tasdiqlovi chiqmaydi. 3 yil staj hisobga olinmasa, uning pensiyasi sezilarli kamayishi mumkin. Agar u bu masalani oldindan tekshirtirganida arxivga vaqtida so'rov yuborgan bo'lardi. Sobiq ish joyining huquqiy vorisini topgan bo'lardi yoki sud orqali faktni tasdiqlash masalasini ko'rgan bo'lardi. Ikkinchi guruh norasmiy ishlaganlar yoki oyligi qisman rasmiy ko'rsatilganlar. Bu juda og'riqli masala. Ko'p odamlar yillar davomida yaxshi maosh olgan, lekin hujjatda eng kam oylik yoki juda past summa ko'rsatilgan. Pensiya hisoblashda og'zaki kelishuv, konvertdagi pul, rahbarning va'dasi hisobga olinmaydi. Davlat bazasida qanday daromad ko'ringan bo'lsa, odatda shu asosiy rol o'ynaydi. Shuning uchun odam 25 yil davomida real hayotda oyiga 5 million so'm olgan bo'lsa ham, rasmiy hujjatda 20 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, pensiyada 5 million emas, hujjatdagi
ko'rsatkich ahamiyatli bo'ladi. Masalan, Akmal aka xususiy firmada 12 yil ishlagan. U har oy qo'lga yaxshi pul olgan, lekin rasmiy maoshi past yuritilgan. Endi pensiya hisoblanganda u men ko'proq olganman desa ham buni tasdiqlash qiyin. Shu sababli ishlayotgan odamlar hozirdanoq o'z ish beruvchidan mehnat shartnomasi, rasmiy ish haqi, soliq va badallar to'g'ri yuritilayotganini tekshirish kerak. Pensiya muammosi faqat keksalikda boshlanmaydi. U ko'pincha yoshlikdagi norasmiy ish bilan boshlanadi. 3-guruh chet elda ishlaganlar. Agar fuqaro xorijda ishlagan bo'lsa, uning o'sha davrdagi staji ham holatda avtomatik qo'shilavermaydi. Bu davlatlar o'rtasidagi kelishuvlarga, to'langan badallarga, hujjatlarning rasmiylashtirilishiga va tasdiqlanishiga bog'liq bo'ladi. Kimdir Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki boshqa davlatda 8 yil ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin mehnat shartnomasi bo'lmasa, to'lovlar tasdiqlanmasa, rasmiy hujjat tarjima va tasdiqdan o'tmagan bo'lsa, bu yillar pensiyada to'liq hisobga kirmasligi mumkin. Masalan, Zokir aka 7 yil chet elda qurilishda ishlagan. U haqiqatan ham ishlagan, lekin ish beruvchi bilan rasmiy shartnoma qilmagan. Endi u men 7 yil mehnat qildim deb aytadi. Lekin pensiya organi hujjat so'raydi. Guvohlarning gaplari ayrim hollarda yordam berishi mumkin, lekin har doim ham yetarli bo'lmaydi. Shuning uchun chet elga ishlashga ketayotganlar ham shartnoma, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta to'lovlari va rasmiy tasdiqlarni saqlash kerak. 4-guruh ayollar, ayniqsa farzand parvarishi sababli ish faoliyatida tanaffus bo'lganlar. Bu yerda ham nozik jihatlar bor. Bola parvarishi davri, dekret ta'tili, ishga kirish va chiqish sanalari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'g'ri bo'lishi kerak. Ayrim ayollar men 20 yil ishlaganman deydi. Lekin orada bir necha yillik tanaffuslar bo'lgan bo'ladi. Tanaffuslarning qaysi biri stajga kiradi, qaysi biri kirmaydi. Buni hujjat asosida alohida tekshirish kerak. Masalan, Malika opa 2 farzandli. U birinchi farzanddan keyin ishga qaytgan, ikkinchi farzanddan keyin esa 3 yil uyda bo'lgan. Agar buyruqlar, ta'til hujjatlari, ishga qaytish sanalari to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa, muammo kamroq bo'ladi. Lekin ish joyi yopilgan, hujjatlar yo'qolgan yoki daftarchaga noto'g'ri sana yozilgan bo'lsa, pensiya hisobida savollar tug'iladi. 5-guruh harbiy xizmat, ichki ishlar, ta'lim, tibbiyot, zararli mehnat sharoitida ishlaganlar, nogironligi bo'lganlar yoki boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bu toifalarda oddiy yoshga doir pensiyadan tashqari maxsus shartlar, ustamalar yoki alohida hisoblash tartiblari bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz bor degani avtomatik ravishda yuqori pensiya chiqadi degani emas. Imtiyozni tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, u hisobga olinmay qolishi mumkin. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensiya qayta hisoblanishi har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Ayrim o'zgarishlar davlat bazasida mavjud bo'lsa, tizim orqali ko'rinishi mumkin. Lekin ko'p hollarda fuqaroning o'zi ariza beradi, hujjat taqdim etadi, aniqlik kiritadi. Davlatning o'zi biladi deb kutib o'tirish xavfli. Davlat bazasi sizning hayotingizdagi hamma narsani bilmasligi mumkin, ayniqsa eski davrdagi ishlar yopilgan korxonalar. Familiya almashinuvi yoki arxivdagi yozuvlar bo'yicha. Ikkinchi nozik masala, hujjatdagi ism, familiya, otasining ismi va tug'ilgan sana bir xil bo'lishi shart. Bir harf xato bo'lsa ham muammo chiqadi. Masalan, pasportda Shavkat deb yozilgan, eski hujjatda Shavkatjon deb ketgan bo'lishi mumkin. Yoki nikohdan keyin familiya o'zgargan, lekin eski ish joyidagi hujjatda oldingi familiya qolgan. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki boshqa tasdiqlar kerak bo'ladi. 3-nozik masala, mehnat daftarchasidagi yozuv borligi har doim yetarli bo'lavermaydi. Agar yozuvda buyruq raqami yo'q, sana aniq emas, muhr o'qilmaydi, lavozim noto'g'ri ko'rsatilgan yoki ishga qabul qilish bilan ishdan bo'shash oralig'ida tafovut bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Shuning uchun mehnat daftarchangizni shunchaki bor deb qo'ymang, har bir sahifasini tekshiring. 4-nozik masala, yuqori oylikning o'zi yetarli emas, u rasmiy bo'lishi kerak. Men buni yana qayta ta'kidlayman. Chunki eng ko'p yo'qotish shu joyda bo'ladi. Odam yaxshi ishlab, yaxshi pul topgan, lekin rasmiy hujjatda kam daromad ko'rsatilgan. Natijada pensiya ham kamroq chiqadi. Ish beruvchi keyin to'g'rilab beramiz degani bilan. Yillar o'tib korxona yopilishi, rahbar almashishi yoki hujjatlar topilmasligi mumkin. 5-nozik masala, pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni tuzatish mumkin. Lekin hamma narsa muddati, hujjati va asosiga bog'liq.
Agar sizga pensiya tayinlangan bo'lsa va keyin qo'shimcha staj yoki yuqori ish haqi tasdiqlovchi hujjat topsangiz, qayta hisoblash uchun murojaat qilishingiz mumkin. Ammo bu albatta hamma o'tgan yillar uchun katta pul qaytariladi degani emas. Qayta hisoblash qaysi sanadan qo'llanishi, qaysi hujjat qachon taqdim etilgani va qonundagi tartibga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun hujjat topilgan zahoti murojaat qilish kerak. 6-nozik masala ortiqcha to'lov xavfi. Agar pensiya noto'g'ri hujjat, noto'g'ri ma'lumot yoki keyin rad etilgan asos bo'yicha ko'proq hisoblangan bo'lsa, ayrim holatlarda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Bu ayniqsa soxta ma'lumot, noto'g'ri ma'lumotnoma yoki tasdiqlanmagan staj bo'yicha xavfli. Shuning uchun men hech kimga qandaydir hujjat topib bering, bo'laveradi demayman. Hamma hujjat qonuniy, rasmiy va tekshiriladigan bo'lishi kerak. 7-nozik masala minimal pensiya va qo'shimcha to'lovlar. Ba'zi odamlar mening stajim kam, demak umuman hech narsa olmayman deb qo'rqadi. Bunday emas. Qonunda yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa, minimal kafolatlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha turli tartiblar mavjud. Lekin qaysi biri sizga tegishli ekanini alohida aniqlash kerak. Bir odamga yoshga doir pensiya chiqadi. Boshqasiga staj yetmagan uchun boshqa turdagi nafaqa tayinlanishi mumkin. Miqdor ham shunga qarab farq qiladi. 8-nozik masala ishlayotgan pensionerlar. Agar pensioner pensiya olgan holda ishlashda davom etsa, uning keyingi ish davri, daromad va qayta hisoblash imkoniyati bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ishlasam pensiyam kamaydimi deb xavotir qiladi. Bunday savolga umumiy javob berish to'g'ri emas. Chunki kasb pensiya turi, ish shakli va amaldagi qoidalar muhim. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z hududidagi pensiya jamg'armasi bo'limidan aynan o'z holati bo'yicha yozma yoki rasmiy tushuntirish olgani ma'qul. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda aytaman. Birinchi qadam o'z ish stajingizni tekshiring. Mehnat daftarchangizni oling. Ishga kirgan va chiqqan sanalarni ketma-ket yozib chiqing. Qayerda bo'shliq bor, qayerda sana tushunarsiz, qayerda muhr o'qilmaydi, qayerda lavozim yoki tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan, shularni belgilang. Agar elektron mehnat daftarchasi yoki davlat xizmatlari orqali ma'lumot ko'rish imkoni bo'lsa, qog'ozdagi ma'lumot bilan solishtiring. Ikkinchi qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Ayniqsa pensiya hisobida muhim bo'lishi mumkin bo'lgan yillar uchun rasmiy daromadlaringiz qanday ko'rsatilganini aniqlang. Agar sizda ish joydan oylik haqidagi ma'lumotnoma, soliq ma'lumotlari, shartnoma, buyruq nusxalari bo'lsa, ularni alohida papkaga joylang. Hujjatlarni uyda turli joyga tashlab qo'ymang. Pensiya masalasida bitta eski qog'oz minglab yoki millionlab so'm farq qilishi mumkin. 3-qadam. Eski ish joylaringizni aniqlang. Agar korxona hozir ham ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki buxgalteriyaga murojaat qilib, ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma oling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Buning uchun tuman yoki shahar arxiviga, adliya organlariga, davlat xizmatlari markaziga yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish mumkin. Arxivga murojaat qilganda tashkilot nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, eski manzil va imkon qadar buyruq sanalarini ko'rsating. 4-qadam. Shaxsiy hujjatlarni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy bilet, diplom, mehnat daftarchasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlar. Sud qarorlari bo'lsa, hammasini tekshirib chiqing. Hujjatlardagi ism, familiya bir-biriga mos kelishi kerak. Agar mos kelmasa, oldindan tuzatish choralarini ko'ring. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga oldindan maslahat uchun boring. Men pensiyaga chiqmoqchiman, stajimni oldindan tekshirtirmoqchiman, qaysi hujjatlar yetishmayapti deb so'rang. Iloji bo'lsa, murojaatingizni yozma shaklda qiling. Og'zaki aytilgan gap esdan chiqishi mumkin. Lekin yozma javob keyingi harakatlar uchun aniq asos bo'ladi. 6-qadam. Ariza yozishda umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Masalan, pensiyamni ko'paytirib bering deb yozish yetarli emas. To'g'riroq yondashuv shunday bo'ladi. Falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlagan, davrimni ish stajiga qo'shib hisoblashni so'rayman. Yoki falon yillardagi ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani inobatga olib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ya'ni arizada aniq davr,
aniq tashkilot, aniq sabab va ilova qilingan hujjatlar ko'rsatilishi kerak. 7-qadam, hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi qayd yoki kvitansiyani saqlang. Bu juda muhim. Ba'zan odam hujjat topshiradi. Keyin bizga kelmagan degan holat bo'lishi mumkin. Agar sizda qabul qilingan sana, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiq bo'lsa, muddatlarni nazorat qila olasiz. Har bir murojaatning nusxasini, javob xatini, arxiv ma'lumotnomasini va kvitansiyani alohida saqlang. 8-qadam. Pensiya tayinlanganda hisob kitobni ko'rib chiqing. Sizga faqat yakuniy summa aytilsa, nima asosida hisoblandi deb so'rashga haqlisiz. Qaysi yillar stajga kirdi, qaysi davrlar kirmadi, qanday ish haqi inobatga olindi, qanday ustama qo'llandi, minimal kafolat hisobga olindimi? Bularni aniqlang. Agar tushunarsiz joy bo'lsa, darhol savol bering. Pensiya tayinlangandan keyin ham xatoni aniqlash mumkin, lekin vaqtida so'rash ancha oson. 9-qadam, agar rad javobi olsangiz, uni og'zaki emas, yozma oling. Yozma rad javobida sabab ko'rsatiladi. Masalan, hujjat yetarli emas, arxiv tasdiqlamadi, sana mos kelmadi, qonunda asos yo'q degan mazmunda bo'lishi mumkin. Sababni bilmasangiz muammoni tuzata olmaysiz. Yozma javob bilan yuqori tashkilotga, sudga yoki huquqiy maslahatga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. 10-qadam, hech qachon soxta hujjatga yoki tanish orqali hal qilamiz degan va'dalarga ishonmang. Pensiya uzoq muddatli to'lov. Bugun bir hujjat bilan masala o'tgandek ko'rinsa ham, ertaga tekshiruvda aniqlansa, katta muammo bo'lishi mumkin. Qonuniy yo'l sekinroq tuyulishi mumkin, lekin eng ishonchli yo'l shu. Yana bir muhim maslahat, hozir yosh bo'lsangiz ham pensiya hujjatlarini hozirdan o'ylang. Ishga kirganda shartnomangizni oling. Oyligingiz rasmiy ko'rsatilayotganini tekshiring. Mehnat daftarchasi yoki elektron yozuvlar to'g'ri yuritilayotganini nazorat qiling. Bugun mayli, hozir pul bersa bo'ldi deb norasmiy ishlashga rozi bo'lsangiz, 20 yil keyin pensiyada yutqazishingiz mumkin. Pensiya bu kelajakdagi daromad. U bugungi hujjatlar bilan quriladi. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning barcha ish joylaringiz rasmiy bo'lgan, elektron bazalarda ma'lumotlaringiz to'liq ko'ringan, mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq, ish haqi rasmiy to'langan, familiya yoki hujjatlarda tafovut yo'q. Maxsus imtiyoz talab qilmaydigan oddiy holat bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki xotirjamlik taxmin bilan emas, tekshiruv bilan bo'ladi. Kimlar albatta shoshilishi kerak. Pensiyaga yaqinlashganlar, eski korxonalarda ishlaganlar, arxiv hujjati kerak bo'lishi mumkin bo'lganlar, chet elda ishlaganlar, norasmiy yoki yarim rasmiy ishlaganlar, familiyasi o'zgarganlar, mehnat daftarchasida xatolik borlar, zararli sharoitda yoki imtiyozli lavozimda ishlaganlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjat topshiradiganlar. Bu toifadagi fuqarolar uchun vaqt eng muhim omil. Bugun boshlagan odam hujjatini yig'ib ulguradi. Oxirgi kunda boshlagan odam esa ko'pincha kutishga majbur bo'ladi. Demak, 1 avgustdan pensiya yangicha hisoblanishi haqidagi xabarni oddiy gapga aylantirsak, mazmuni shunday. Endi har bir fuqaro o'z staji, rasmiy ish haqi, elektron bazadagi ma'lumotlari va hujjatlarining to'g'riligiga jiddiy qarash kerak. Pensiya miqdori faqat yoshga emas, hujjat bilan tasdiqlangan mehnat faoliyati va rasmiy daromadga bog'liq. Kim hujjatlarni oldindan tartibga keltirsa, o'z huquqini himoya qilish imkoniyati yuqori bo'ladi. Kim keyin ko'ramiz desa, keyin arxiv, xato yozuv, yo'qolgan ma'lumotnoma yoki past rasmiy oylik sababli qiynalishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Mehnat daftarchangizni tekshiring, elektron ma'lumotlaringizni solishtiring, eski ish joylaringiz bo'yicha arxiv masalasini aniqlang, ish haqi ma'lumotnomalarini yig'ing va kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Bu oddiy qadamlar kelajakda pensiyangizni to'g'ri hisoblatish uchun juda katta ahamiyatga ega. Agar sizda pensiya hisoblash, staj, arxiv, ish haqi yoki qayta hisoblash bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududdansiz? Qanday muammo bor? Qaysi yillar bo'yicha hujjat yetishmayapti? Aniq yozsangiz, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, hamkasblaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida bir kun oldin bilish, bir oy keyin yugurib yurishdan ancha foydaliroq.